Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yılı 3. ayning 10 kuni men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim oldi bilan 2 kun oldida 8 mart kunisi xalqaro ayollar bayrami bo'ldi. Men bu munosabat bilan chet eldagi barliq Uyg'ur xonim qizlarning mushu bayramini qizg'in tabriklayman. Muborak bo'lsin. Mushu munosabat bilan men Facebook'ga 2 Uyg'urcha video chiqarib qo'ydim. Ikkisi vatandagi xalqimizniki shu bayramni tabriklab qilgan faoliyatini ko'rsatgan video. Mening bilishimcha ularniki birisi 2017 yildan burungi video deb tushundim. Yana birisi 2022 yılı o'tgan yilgi video. Agar imkoniyatinglar bo'lsa, Facebook'inglar bo'lsa, kirib ko'rib boqinglar. Bu ikki videoda faqat bir-birisiga qat'iy o'xshamaydigan millatningki ikki xil ruhiy kayfiyati ifodalangan. Birisi intayin xo'shalxo'ram, yana birisi u yerda so'rindagi kishilarning hammasinin butun vujudini yig'a, parishonlik qoplab ketgan. İşte bir ahvalını gördüm ben. Çok olmuşlar kösanım o'xshash naslini his qilsan deb o'yladim. Ko'p yaqinlar. Endi yaqinqi cho'ng xabar Uyg'urlar uchun, chet eldagi Uyg'urlar uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi Kanada va Gollandiyadagi bir qancha parlament a'zolari tarafidan bu yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodga ko'rsatildi. Bu bir çoğun xabar, çoğun iş biz üçün nimishqa desanglar Xitoy hokimiyati ko'p yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyini bir terrorchi tashkilot deb dunyoga mushtaq bir narsani tingib kelgan. Hozir endi Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki mushtaq bir Nobel tinchlik mukofotiga ko'rsatilishi Uyg'urlarning siyosiy hayotidagi cho'ng ish, Uyg'urlarning siyosiy da'vosidagi bir cho'ng ish endi. Buni hammamiz xushal bo'lsak bo'ladi. Bunda namzatga ko'rsatilishi hargizmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi chuqur mukofotini oladi degan narsadan darak bermaydi. Bu nurg'un jarayonlar bor. Shundaqdimi Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki shundaq bir mukofotga ko'rsatilishiniki uzilamikin biz uchun bir cho'ng xo'shallanarli ish. Ondan keyin yana bir ish Facebook'dagi qarindoshlar bildi. Ben bu hafta Amerika'daki Montana ştatidagi Yellowstone National Park degan shu cho'ng tabiiy bog'chaga yaqin Yellowstone Conference markazida ochilgan bir xalqaro ilmiy doklad yig'iniga qatnashdim. O'zimniki kasbiy sohasida Yellowstone degan seriq tosh degan gap. Amerikada seriq tosh deb bir cho'ng tabiiy bog'cha bor. Nayda dağınlıq dunyoga yoz vaqti uniki manzarasi isil, qish vaqti bo'lsa qor teriladigan Amerikaniki qor terilib ko'ngil ochadigan eng cho'ng bazalarininki birisi endi. Bu yig'in shu yerda bo'ldi. Men shu yerga bizniki idoradagi bir guruh tadqiqotchilarga vakolatni berib ilmiy doklad berib keldim. Bu bergan dokladning temasi o'tganda sizlarga gapini qilgan diametri 6 metrlik olam teleskopiniki ishi. Bu teleskopga biz teleskopni mulaylagan, uningga tashqi planetalarni topadigan kronograf atilgan bir xil uskunani mulaylagan. Uniki shu uskuniniki har xil ko'rsatkichlari qanday qilgan chog'da bu uskuna biz ko'zlagan maqsad bo'yicha ishlaydi degan narsani hisoblab chiqib bir qism ishlarni qilgan. Şunun neticesini bu qatim berib doklad qilib keldim shu yerga berib. Bir qism rasmlarni Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Agar qiziqsangiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu dokladniki maqolasim bor. Asosligi men asosiy qadam bo'lib yozgan inglizcha maqola. Optik sohasidagi qarindoshlar agar qiziqsanglar men bilan aloqalashsanglar, men maqolasini o'tib beraman. Bu yig'inni xalqaro elektr injenerlari jamiyati tarafidan o'rlashtirilgan yig'in har yilda bir qatam bo'ladi. Ko'pincha vaqtda shu yerda bo'ladi bu yig'in. Shu nimadagi Big Sky degan cho'ng osmon degan gap.
Şu Montana'daki bir joyning ismi. Üçtak çoğun igiz tağlar var ekan bu yerda. Şoňa işte Big Sky Resort dep isim qo'yib qo'ygan ekan endi. Shu şeyde şular tarafdan içilgan jygan endi. Endi muşunla münasebetlik alda men Facebook'a yani bir kainat uçar teşi yoki asteroid haqidagi bir inglizcha uçurdan chiqarib qo'ygandim. Bu to'g'riliq ozroqcha uchur beray sizlarga. 2-oyniki 27 kuni bir kainat uçar teşi bayqaldi. Bu taşniki cho'nligi 50 metr keldi ekan. 50 metr degan endi xalqarалық olimpik yig'inlarida işletildiğin suzuş kölüneki uzunluğu 50 metr keladi. Şuna İngilizce manbalarda bu taşniki çoğunluğu olimpik külü bilen okşaş depto sebep şu. Olimpik suzuş kölüneki uzunluğu 50 metr keladi. 20'sinde bayqılıptı. Bu taş hazır bu taşniki bir ihtimallığı 2046 yılı, yine 20 yıldan keyin, 23 yıldan keyin 2046 yılı 2-oyniki 14 kuni yer sharini so'qib o'tish ehtimolligi bor ekan bu tashniki. Endi bu ehtimollik qanchalik desanglar 625'te 1. Shunaqda ehtimolligi 1%dan tuvan degan gap, amaliyotda 1% emas. 0,02%dan tuvan degan gap endi. 625 asida 1 işte ehtimollik bor ekan. Bu taş azılı bayqalıb, azı kuzatilyapti. Endi bu ehtimollik 2046 yılı bu bo'g'ichilik sal tushishi mumkin. Nimishqa deganda bayqalg'ili aranda 10 kun bo'pti hozir. Shunga bu tashniki uchish yo'llari hamma narsasi tekshirilyapti. Bu jihatdagi bir qism qarang'u ishlar aniqlangan chog'da bu ehtimollik texnik tushishi mumkin. Shunga bu qandaqdi ansirab ketadigan gap emas. Endi ishdan konkret ishlardan xabari yo'q kishilar bunday gaplarni olsa darhol biraz vahima uchib qolgan ishlar bor. Shunga bu nima deb qo'yishim meniki. Shunga bu ish to'liq ansirab ketmanglar. Men vaqti kelgan chog'da bu jihatdagi yangiliklardan sizlarni yana xabarlantirib turaman davomliq. Ondan keyin bu qatimki yana bir cho'ng xabar Uyg'urlar Tor jurnaliniki 37 soni bitib e'lon qildik uni necha kunning oldida. Buni Uyg'ur Project fondiniki Tor betidan tushiralasizlar. Ikki xil nusxasi bor odatda. Sig'imi kichikroq, sig'imi cho'ngroq. Sig'imi cho'ngroqniki sifati yaxshiroq endi. Besilish sifati yaxshiroq. O'qmoqsanlar bo'ladi, nihoyat isl mazmunlar bor buningda. Shunga buni sizlarga bir deb qo'yay dedim. Ondan keyin o'tgan qatimliq videoda sizlarga Doktor Pragniki bir o'tgan yilgi bir nutqini gapini qilgan. U nutqiniki inglizcha videosini Facebook'ga, YouTube'ga chiqarib qo'ygandim. Shu videoni ishlab bo'lgandan keyin men u nutqni uyg'urcha tarjima qildim. Ondan keyin Avstraliyadagi singlimiz Parizat G'ayrat uni o'qib video qilib berdi. Uni shu YouTube'ga, Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Bo'lsa uni bir anglab beqinglar. Bu videoda o'tirib qo'yilgan faktlar, ideyalar intayin muhim. Hozir yaqin Sharq Turkiston mustaqil bo'landi bo'lmamdi deb bir qism paranglar bo'lib ketdi Uyg'ur jamoat ichida, chet eldagi. Ma kishi endi o'zi bir xalqaro advokat, uniki bir tadqiqot guruhi bor. Tadqiqot guruhi bu jihatda izlanib, hozir bir kitob tayyorlayotdi. Aslik planda kitob bitmoqchi. O kitob ingliz chiqadi. Bitib chiqsa, Xudoyim bo'lsa Uyg'ur Project fondi biz qisqa vaqt ichida uni Uyg'urcha tarjima qilib sizlar bilan yuz ko'rishtiramiz. Endi bu kitobda o'tirib qo'yilgan faktlar nihoyat aniq, nihoyat oddiy. Har qanday odam anglasa tushuna oladi uni. Bu Sharq Turkiston mustaqil bo'ladi bo'lmamdi yoki qurilmamdi aslilarni kamamdi degan narsa to'g'riliq ko'nglimizga shak keltirib olib har xil qalamqon taqattuq ideyada bo'lmay bunday amaliy faktni ko'rib anglab davlatimizni oldidan kalimizni quraylik. Amaliyotda mushu leksiyani anglab baqsanglar Sharq Turkistonniki qaytadan bir mustaqil davlat bo'lib qurilishi nihoyat reallikqa uyg'un bir ish. Buni shu Doktor Prag nihoyat aniq o'tirib qo'ydi.
Немішқа дегенде, Шарқи Түркістан 763 жылдан кейін әргіз Қытайники ешқандай контрол астында болып баққан емес. Başqa bir neçə sulallarla besib alğan, amma olar Xitayning emas, Moğollarniki yoki Manjurlarniki. Andikin vaqtim uzun emas. Hatta bu başqa taki 1949 yılçılık Şərq Türkistan asasən Xitaydan çangıga tushib baqqan emas. Bu nasib qilib aytgan chaqda. Mushtaq bir paket bo'lganligi uchun hozir Xitoylar Şərq Türkistan əzəldən Xitayınki bir qismeti degan səbsədəni bək tərqib qıvatıdı. Anandikin bizniki vətəndiki Uyğur sərxilləriniki hazırqıdak eğri dərəcədə qırılıb ketişi, yoxutuluşunun səbəbi şu. Ular müştaq bir paketini düşəngənlik üçün qalğan xalqni aldaş məqsədində Xitay hökuməti Uyghur sərxillərini yoxutub etişətdə intan qat küçəvatıdı. Bundaq damğı biz düşməyli çətəldikilə, düşməyli, bana anlap yaxanlar. Aldı bilən dövlətimizni, kalımızda quraylı, anandakin əməliyyatda qurğulu buludu bunu. Uyghurlar qıb baqqan, tarix qıb baqqan, bunu kimi qılalaydı. Şuna bu cəhətdiki işlər kalımızdan ait eniq buluş gerek. Bu şu videonu ben bunu ayda küçəvib жүріп tərcüm qılıb qıb çıxardım, oldaşlar onu qaramay. Xizmətimi təşləb qıyıb degəndək. Qarındaşlar anlap yaxına bir qatım. Anandakin yəni bir uçuyor sizlərə deyib qoyduğan. Ma iş gəpnin içində məniki Twitter'a çıxarğan nəsərim içində birisi ayda obdan kuruldu. Onu da sanlar. Bir qarındaşımız Facebook'a bir video çıxarıb qoyub ekan. Bir Xitay ayal o'qituvchi Uyg'ur o'rta maktab o'quvchilaridan o'rta maktabmi boshlang'ich maktab kichik qizlar ekan boshlang'ichda qiladi. So'raydi, sizniki eng chong andishang nima deb so'raydi. Bu kichik o'g'illar qizlar javob berdi bunga. Videoni o'zi uzun ekan 6 minutga to'liq nusxasi. Mana Twitter'ga 2 minut 20 sekunddan uzun videoni chiqara olmaydi. Hatta bu başqa mən şularını keçidi ki, dadam qaçalıq qaytıb keldi, akam qaçalıq qaytıb keldi, dadam nimişqılığa ülüb ketdi, dadam nimişqı ügünüşü ketdi degəndək sualını sorğan qismini kesib elib çıxırıb qoyğandım. Əmdə biz üçün ən əhmiyyətli qismi şu. Hazır bu videonu köygənlərindəki sani 43.100'ni aşdı. Andikin ma çıxarğan məzmununu köygənlərindəki sani 86.400'ni aşdı. Naytı yaxşı inkaslar düşüvatıdı. Andi muşu sual soralğan ballarniki çiriyi de ifadelengen çıray şəkillərdən kişiler Uygurlarga qaysı dərəcədə zulüm boğalığını kürüvatıdı. Gerçi bu ballarının köpüncüsü külüp durup cevap veratqan bolsumu suallığa, ama onların küzüdün, çirayıdın, üzününki hazırki royu ağalıdındaki nimişkərligi ifadelenip durdu öndə. Aşta bu başqa, bu videonu köken çətərliklər aşta nəslərini yis qılıb, yaxşı inkaslarını qaldırıb, köp tarqıtıb aşta qıpırvatıdı. Şunu sizlərə deyib qoyğum gəldi. Ondan başqa, yakında vətəndən kelgan çıqqan yeni videolar, mən Zümrət Davud sonumuzdakidən alıman köpüncü videolarını. Dixallar Östan qolayatqan bir görünüş çıxdı yakında. Qarsanlar yaşanğan ərlər, andikin köpüncüsü ayallar, 80%'dək ayallar. Heç qandaq Uyğur yaş ərləri yox. Mana bu hazır Şərq Türkistan'daki yezdiki dixaların ahvalı. Bu bir haqiqi görünüş endi. Hatta bu başqa bizniki vətəndəki ahvalımız qaysı dərəcə kəp qaldı degan kösüpürdiğen bir нәрсе. Bunu mən Twitter'a çıxıb qoydum, İngilizce yazıb. Odan kurulup atıdı hazır. Andaki şu yeni bir video kelgan, onu çıqarmadım. Şu misal işləyatqan qeyri buvaydın birisi aşağıda yıqıb düşüp huşudan ketken jürək kesili tutupdu degan gaplar var. Aşağıda bir görünüşüm çıxdı ekan. Andan hazır endi Xitayda bo'layotgan eng cho'ng ish ikki yig'in echilyapti. Xitoyniki xalq qurultiyi bilan siyosiy kengash qurultiyi, ikki qurultay echilyapti. Buningda doklad berish,
Konu başkanı uzup koyup yenilerini saylaş degендek işler oldu. Bunun içinde hazır kadar devlet reisi bolup kelgen, zongli bolup kelgen, başbakan bolup kelgen Li Keqiang'niki müddeti tuşup, o hamda özününki yulg'mangdi. Hazır Xi Jinping degan Xitoy devletniki reisligiga 3-chi qatim qayta chiqdi. Anakin devlet harbiy komitetining reisligiga qaytadan chiqdi. %100 bilet aldı deb davran savatıda Xitoylar. Endi mana bilasizlar, Xitoydagi bunda saylam butunlay shaklvozlik, aldamchilik, yolg'onchilik, uniki hech qanday bir rost yeri yo'q. Shuni ishonishning hojati yo'q. Ishqilib Xi Jinping degan jallat yana huquqni butunlay o'ziniki qo'liga qayta oldi. Hozir Xitoyda bo'layotgan eng chong shu. Andan keyin bu qatimki saylamda Xi Jinping degan jallat o'zi bilan anchamish tepishayotgan odamlarniki hammasini tozalab, bu Markaziy ittifoq komitetidan chiqqanlarniki hammasini tozalab, ularning o'rniga hammasi o'zining odamini qo'ydi. Hozir asosan endi butun huquqni %100% changilga ep bo'ldi desak bo'ladi Xi Jinping degan Xitoyni. Endi bundaq bo'lishi bizga nisbatan aytganchada yomon ish emas. Xi Jinping degan jallat huquqni qancha uzun turib bersa, hozirgidek qilayotgan ishlarni qancha uzun davomlashtirib bersa, biz uchun foydali bu. Nimishqa deganda Xitoyni qorong'ulikqa olib ketyotdi bu kishi, bu jallat. Odamni turib bergan amniyat biz uchun foydali. Endi bu qatim ikki yig'inning jarayonida bo'lgan bir cho'ng ish, Xi Jinping degan jallat Amerikaga uch qashqara jang e'lon qilgandek bir qism ishlarni qildi. Uniki shu harbiy vakillarni qashqaga kirib shu yerda nutq so'zlagan vaqtlarda qanday qilib Amerika boshchiligidagi g'arb ellari o'zini qistab, yolg'iz qoldirib, bir chamrak ichiga elib, cheklab, qiyin ahvolga qo'yganligi to'g'riliq voysidi bu. Amerika'nın ismini atab turib. Andan keyin Amerikadagi Xitoy konsulxonasiga konsul bo'lgan, andan keyin bo'lib bir mazgil, undan keyin Xitoy qaytib ketib, tashqi ishlar ministrligiga ministr bo'lgan Qingang degan Xitoy. Bu Qingang degan Xitoymi Xi Jinpingniki yaqin adimi endi. Bumi shu ikki yig'in jarayonida bir muxbirlar yig'ini ichib, Amerikani oshkora tilga qilib turib, Amerikaga rasmiy hujum qilib degandek mushta ishlarni qildi. Bu ishlar mohiyat jihatdan Xitoyniki Amerikaga jang e'lon qilishi deb tushunsak bo'ladi bu ishlarni. Ularning degani Amerika boshchiligidagi g'arb ellari birlashib, burun ko'rilib boqmagan darajada Xitoyning taraqqiyotini to'sish urindi, har xil to'salg'ularni paydo qildi dedi bular. Aldiken Qingangmo Xitoyda yuz berayotgan hamma masalalarni Amerika keltirib chiqadi. Bizni Amerika mustaq kunga qo'yib qo'ydi deb, u jiq muxbirlarga ko'p gaplarni qildi. U deydi, Amerika hozirgidek xato yo'lda mengiversa, Xitoy Amerika munosabati rilsdan chiqib ketadi, kutmagan har qanday yomon ishlar yuz beradi deb shuna dedi. Qo'rqityotdi Amerikaga propoz qilyotdi munosabat qanchaqda. Andan keyin Xi Jinping degan jallat Xitoyniki harbiy vakillar bilan ko'rishganda urushga tayyorlik qilish, hushyorlikni o'stirishni ta'kidladi. Bular hozir endi bu ikkisi shu Amerikaga jang e'lon qilish bilan birlikda bir tarafdan uch qashqaralda Rossiyaga yiqilishib mengotdi. Yana bir tarafdan Janubiy dengizda, Xitoyniki Janubiy dengizida to'xtamay yangi voqea hodisalarni paydo qilyotdi. Bu yerda xabarlar bek ko'p hozir, har kundagidek yangi ishlar chiqyotdi. Men ularni bu yerda so'zlab bo'lmayman. Shunga mashg'ul deb qiziqsanlar ko'p asal bo'ladi. Endi bu yerda yaqin yuz bergan bir ish, Wang Yi degan Xitoy Rossiyaga berib Putin bilan ko'rishdi. Endi Putin Beijingga bir alayda vakil avatib Xi Jinping degan Xitoy bilan ko'rishdi. Bu ishlar bo'lyotdi. Andan keyin hozir bir qancha kunning oldida Rossiya Kiyev Ukrainaniki poytaxtiga nihoyat umumyuzlik hujum boshlab, intayin jiq bombalarni atdi bu yerga, boshqarilgan bombalarni. Hozir kishilarning deyishicha, bularning bir qismi Xitoydan kelgan bo'lishimizda faraz qilyotdi. Nimishqa desa Rossiyaniki bu narsa qurollari tugab bo'lgan deb. Shunga
Xitoy bir tarafdan hozir Rossiya bilan ochiq oshkora birlashib, yiqilishib buni qilyotdi. Yana bir tarafdan Tayvan bo'g'izida har qism ishlarni to'g'diryotdi hozir. Ondan keyin Xitoy hech qanday tap tatmay Xitoyniki Rossiyaga yordam qilishi Amerikaning Tayvanga yordam qilishi bilan o'xshash degan bir gapni ko'tarib chiqdi yaqinda. O'ylab baxsangiz bu qanday qilib o'xshash bo'ladi? Rossiya degan tajovuzchi Ukrainaga tajovuz qilib kirgan. Tayvan bo'lsa o'ziniki o'rnida jim turib, o'zimni qo'g'dayman Xitoyning hujumidan deb turayotgan davlat endi. Bu qandaqmi ikkisi o'xshash xarakterli ish bo'lsin. Xitoy yana hech qanday tap tortmay dunyo tinchligi va xalqaro tartiblarni saqlashda Xitoy namunalik rol o'ynayotdi hozir dunyoda deb ashundaq sharmanda gaplarni o'tirg'a chiqyapti. Qisqasi Xitoyniki razilligi, ushuqligi va yolg'onchiligi hozir har haftadagidek bir yangi rekordga ko'tarilyapti. Buni dunyo ko'rdi. Dunyo bag'ansir Xitoyni to'g'ri ko'ryapti, tushunyapti hozir. Burun biz Xitoy hokimiyati to'g'riliq, Xitoyniki zulmi to'g'riliq qilsak, dunyo ancha anglamaydi, quloq solmaydi yoki uni e'tirof qilmaydi. Hozir biz degan gaplarning hammasini ular to'g'ri tushunadigan, uniki bir haqiqat ekanligiga ishonadigan bo'ldi bu. Bu endi Uyg'urlarniki siyosiy hayoti siyosiy davosidagi intan cho'ng yuksalish. Bu jihatda Xitoy hokimiyatiniki o'zining to'ppisi bak cho'ng bo'lyotdi. Burun biz degancha ishonmagan narsalar hozir Xitoy mesela o'ziniki Abdubashir oshkorlagan sari dunyo aslida ishlar mundaq ekan deb ishonadigan bo'ldi. Albatta men degan YouTube'dagi narsalar uniki bu shuncha ko'p kishilarniki buni qiziqib ko'rishi degi sabablar shu. Agar bunaqadek bo'lsa, unda natija chiqmaydi hargizmi. Andan keyin yaqinqi yana bir yangish, Xitoy hukumati bu yil davlat mudofaa xarajatini 7,12% o'stiribdi. Bu nihoyatda jiddiy holda bir tarafdan Amerikaga propoza qilib, bir tarafdan amniy ish bilan urush tayyorlayotganligini ko'rsatdi. Albatta men degandek Xi Jinping degan jallod bu urush tayyorlik qilish ishlarini bu qatimki ikki yig'in jarayonida ko'p ta'kidladi bu. Bu qatimki ikki yig'in jarayonida Xi Jinping degan jallod Xitoyniki harbiy vakillari bilan ko'rishgan chog'da idini birlikka keltirish hammadan muhim degandek gaplarni dedi. Tunisish yangdaydi. Bu nimadan darak berdi desanglar, Xitoylarniki harbiy ichida birlik yo'q. Xi Jinping degan jallodga Xitoy hukumatiga norozi bo'layotgan kishilar bor deganligini bildirdi. Shunga idini birlikka keltirish hammadan muhim bo'lib qolgan gap endi. Andan keyin Xi Jinping ash gapni qilgan o'xshash kunda Xitoyniki harbiy tashviqot organi obzor e'lon qilib, hozir yadrolik rahbarlikni qo'g'dash Xitoy armiyasiniki eng chong siyosiy vazifasi degan gaplarni dedi. Xarinlarda bor davlat mudofaa organlari harbiylarniki eng chong vazifasi davlatni qo'g'dash. Hozir Xitoyda bu yadrolik rahbarlikni qo'g'dash degan shuar o'tirib chiqyapti. Bu intayin yangilik. Dunyoda ancha bo'lmaydigan bir narsa bu, ammo Xitoyda bo'lyapti bu. Demakchi, buniki mayit nima degan chog'da Xitoy harbiylarini Xi Jinpingni qo'g'dashga chaqiryapti bu yerda. Bumi Xitoyniki Xitoy rahbariy qatlami, harbiy qatlami ichida ziddiyatlik kurashlarniki intayin keskin ekanligini ko'rsatdi. Bu qatimki ikki yig'in jarayonida Xi Jinping degan jallod bilan Li Keqiang degan Xitoy ikkisining o'rtasida ko'p surkishlar bo'ldi. Bular nutq so'zlagan vaqtlarda bir-birisiga qarshi gaplarni ko'p qildi. Bu to'liqmi mening to'g'riligim yo'q demiş qilsanglar biz uchun ancha ahamiyati zo'r emas. Endi bir sharmanda ko'rinish, bu qatim bo'lgan bir sharmanda ko'rinish. Bu qatim Li Keqiang endi xizmatni muddat tushib, xizmatni ayrilib uyga bordi. Shu chaqda Xi Jinping Li Keqiang bilan qo'l elishib ko'rishib uzib qo'ydi. Uzitish bir qancha sekund bo'ldi. Qo'l tutishgan vaqt bir qancha sekund. Anadan keyin ko'rishgan vaqtida Xi Jinping Li Keqiangga qaramay boshqa biriga qarab turib
ko'rishib bilan ikkisi ayrılib ketib qoldi. Qarasanlar bir davlat rahbarlaridagi sapasi, salohiyati, mush narsalar bilan seç turgan chog'da bu intan cho'ng sharmandachilik, nomussizlik endi. Ashta ikki Xitoy davlatining ikki cho'ng rahbari endi bir-birisidan xo'shlashgan vaqtida atirib qarab turib qo'lini berib qo'yib bir necha sekund ko'rishib yo'l solib qo'yishi ajoyib ish. Bu endi dunyoda xalq g'ug'u qo'zg'agan bir voqea. Shunisiga deb qo'ygim keldi. Bu qatam endi Li Keqiangning o'rniga Shanxaydan kelgan Li Qiang degan Xitoy zongli bo'ldi. Li Qiang degan Xitoyni ehtimol bilsizlar, o'tganda Shanxayni 3 oy qattiq sulab, xalqlarni sirtqa chiqib qo'ymay nurg'un voqealarni to'ldirayotgan Xitoymish shu. O'ziniki Xi Jinping degan jallodga bo'lgan sadoqat manligini bildirish uchun shu vajidan buni nihoyat tezli o'stirib, aslida hech qanday Beijingda xizmat qilib boqqan tajribasi yo'q. O'sha odamni o'stirib hozir ham zo'nglik qilib, ham bu Changweining ichidami buni Xi Jinpingni qilib qolsa ikkinchi o'rin qo'ydi bu Xitoyni. Hozir endi ko'rinishda Xi Jinping degan jallod butun huquqni o'z qo'liga olib, o'ziniki butun dushmanlarini yo'qotib, misli ko'rilib boqmagan darajada kuchaygandek bir xil qiyofatni namoyon qildi bu qatam. Lekin amaliyotda albatta men deb o'tgandek Xitoyniki ikki qismidagi ziddiyat intayin ko'p. Hozir Xi Jinpingni bir igiz munarning ustiga qo'yilgan bir o'rindiqda o'tirgan podshoh o'xshatish mumkin. Bu shu o'rindiqda o'tirib, shu o'rindiqqa qo'yilgan yerdagi bo'shab qolgan qishlarni chingitib yotdi. Yani bo'shasa bu yer chingitib, ayani bo'shasa ayani chingitib boshlab yotdi. Bu qatim qanash ashundaq. Lekin bu igiz munarniki osti intayin bo'shab ketdi hozir. Agar bir kichiklarni bir chiqsa, bu munar o'lib tushadi. Xi Jinping degan jallodniki taqdiri ashundaq bir holatda hozir. Men faraz qilaman, agar Xitoyda hozir bo'layotgan shu namoyish, isyon ko'tarish bu ishlar avjilib, agar butun Xitoy davlati doirasida bir cho'ng qilamqonchilik chiqsa, Xi Jinpingni intayin vahshiy holda o'ltirdi bular. Ashtaq bir narsa ko'z oldimga keldi meniki. Shu darajaga yetdi xalqniki g'azbi. Andan keyin yaqinqi chiqqan son bu narsalarniki hammasi hozir Xitoy iqtisodiniki intayin tez suratda tushayotganligini namoyon qilyotdi. Buningda munayda konkret ishlar ko'p hozir o'tirib chiqayotgan. Yana bir yerda ikki odamni xizmatga olamiz deb e'lon chiqardi ekan, uningga necha 10 ming odam iltimos qilibdi. Ishsizlik intayin og'ir. Bo'libmi chet elniki nurg'un shirkatlari hozir Xitoydan chiqib ketyapti. Hozir Xitoy Tayvan bilan urushadigandak tayyorlik qilib turayotgan bo'lg'achqa, bundaq muqimsiz bir davlatga chet elliklar mablag' solmaydi. Agar bir voqea bo'lib qolsa, ashtaqras bir urush bilan bo'lib qolsa, chet el shirkatlarining hammasi intayin og'ir darajada ziyon tortib ketadi. Bu ish Rossiyada bo'ldi. Rossiya Ukrainaga kirgandan keyin Rossiyaga mablag' solgan g'arbning shirkatlari butun narsalarni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ashta bo'lg'achqa hozir chet eldagi cho'ng shirkatlarniki Xitoydan chiqib ketish qadami intayin tez bo'lyapti hozir. Shu sababdan ishsizlar bek ko'p. Mal to'shiydigan cho'ng trucklar, cho'ng mashinalar, 18 chaqli mashinalar, turib ketgan yuk to'shiydigan parxod orqali yuk to'shiydigan sanduqlar, ular turib ketgan ish qilib Xitoyniki hozir iqtisodiy intayin tez og'irlayotdi. Mushu holat Xitoy kompartiya hokimiyatiniki ag'darilishga olib bordi deb o'ylayman men. Xudoyim bo'lsa, bu ahvol 5 yilga qolmay yuz berishi mumkin. Menda shunaqa ishonch bor bu jihatda. Hozir Xitoyning iqtisodiy ashtaq bir holatda turyapti. Shunga Uyg'urlarmi shu umid mishadan keladi. Xitoy kompartiya hokimiyatining ag'darilishi bilan. Endi albatta Xitoyning hokimiyatiga yangidan odam chiqsa-mu, bizga rahim kelishi natayin. Bu jihatda ish qiladigan kapolatga ega emas. Lekin biz davomli idijatni tayyor qilib turishimiz kerak asha bir ahvolga. Ish bo'lmaganda, agar xalqaro jamoat Sharqiy Turkistonga tashviguncha avatib, shu yerning ahvollarini tekshirib aniqlay oladigan bir holat fursat kelsa, bizning taqdirimizda cho'ng o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman men.
Andi yana bir çoğun tema Xitay Tayvan bilan urushamdi degan bir tema. Bu jihatda to'xtamay yangi ko'z qarashlar, yangi farazlar o'tirg'i chiqyotdi. Men o'tganki videoda Amerikadagi bir qancha generallarning Xitay keyingi 5 yil ichida Tayvanga hujum qilolmaydi degan ko'z qarashini o'tirib qo'yganligini degandim. Ular qandaqdir bir ilmiy tadqiqot, ilmiy tekshirishniki asosida yaklab chiqqan xulosa emas. Shu generallarning ko'z qarashi. Bu jihatdagi o'sha bir ko'z qarash bor. Keyingi 5 yilda Tayvanga hujum qilolmaydi deb degan narsa. Endi albatta men deganimdek bu qitimqi Xitoydagi ichki yig'in jarayonida o'tirib chiqqan ishlarning hammasi Xitoyning hozir Tayvanga hujum qilishga jiddiy tayyorlanayotganligini ifodalayotdi. Bu birisi. Ikkinchisi mana shu 2 kunning oldida Bana birilen Twitter'da bir video aytıptı. O nima ekan desanglar, Epoch Times degan bir media şirketi var Amerikada. Buniki bu asasen Falun Gongchilar baş bulubroq qolgan narsa deb o'ylayman men. Ularning pulsi bekchiq. Ularniki televizor kanalim bor, YouTube kanalim bor, gazetam bor degandek. Shuniki bir oliy darajalik muharrir bor ekan. Jan Jackie Lek deydi. Bu adam bana ayrım uçuru qilib Twitter'da öğretip qilibdi, bu videoni öğretip sen qana qaraysan, manda tushgan fikriga deb. O videoda bu kishiniki suhbat o'tkazgani Amerikaniki generali Case Kellogg degan kishi ekan. Bu kishi pensiyaga chiqdimi, hozirmi ishlatamdi bilmadim. Shu odam bilan o'tkazgan suhbat ekan. Bu Kellogg apandi endi bu videoda deyapti, Amerika Ukraynadagi urushni darhol oxirlashtirib, bütün kuchini Xitoyga qaratish kerak degan narsani o'tirib qo'yibdi. Mana bu nima Jackie Lek degan kishiniki mendan so'rag'anim asosan shuni sen qanday qaraysan deb so'rabdi yozgan uchurda. Mana bu generalniki o'tirib qo'ygan ko'z qarashi qolgan generallarnikiga o'xshamaydi. Mana bilgan sizlarga ma'nosini tilg'ilishimga sabab shu. Bu kishimi shu Xitoy Amerika munosabatidagi ishlarga qatnashgan kishi ekan. Andan keyin Trump Amerikaning prezidenti vaqtida Trump bilan Putin o'tirsida elib berilgan telefon suhbatidan 18 ga qatnashib baqqan odam ekan bu. Shulardan biz xabar bor ekan. Shu bu odam deydi, agar Trump hozirmi agar turib olgan bo'lsa huquqida Rossiya Ukrainaga hargiz kirolmaydi. Uni qayta ogohlantirib turgan degan bir gapni dedi. Ikkinchisi Amerika azaldan ikki ishni tang yapolmaydi harbiy jihatda. Birini tugitib yemisi yapardi. Shunga hozir Xitoy Xi Jinping Tayvanga kirishga intayin qattiq tayyorlanyapti deydi. O deydi, Xi Jinping uchun Tayvanga hujum qilishning 2 yillik fursati qoldi deydi. Bu 2 yillik fursatda nima fursat desanglar, hozirgi boshliq Amerikaning boshlig'i bek ojiz. Putin shuni ko'rganligi uchun Ukrainaga kirdi. Xi Jinping hozirgi vaqtni fursat deb bilib, Amerikada yangidan bir prezident o'tirib chiqishdan burun Tayvanga kirish mumkin. Hozir bütün kurilayotgan hodisalar, ifodalanayotgan ahvollar shu tarafga qarab ketyapti. Shunga Amerika jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerakmish bir narsaga. Ukrainadagi urushni oxirlashtirib, mashq o'tish kerak degan gapni o'tirib qo'ydi ma kishi. Shunga bu kishiniki gapi endi biz hozir qadar anglab kelgan boshqa generallarning gapiga sal o'xshamaydi. Shunga bu narsalarga deb qo'yishim. Andan keyin bu odamniki yana bir gapini intayin yaxshi ko'rdim men. Bu odam deydi, Rossiya bilan Xitoy Amerikaning raqobatchisi emas, dushmani deydi. Bu Xitoy hukumati tarixdan buyon qayta Amerika bizning birinchi darajalik dushmanimiz deb turibsa, Amerika endi bizning raqobatchimiz deb turibdi hozir. Fransiya Amerikaning raqobatchisi. Fransiya Amerikaning strategik raqobatchisi, ammo Rossiya bilan Xitoy Amerikaning dushmani. Buni mushadab qarash kerak aslida.
Muşunda da qarash kerak, muşunda muomala qilish kerak, muşunda tayyorlik qilish kerak deb madam mush gaplarni dedi. Bu gaplarni men aytib muvofiq ko'rdim. Odamni kishilik shuncha ayron qoldirgan ish Xitoy Amerikani shunchalar hozirgidek bo'zaq qilib foydalanib Amerikadan ashta qilib kelib endi birinchi dushman deb kelsa, Amerika yenlam uni bizniki raqobatchimiz deb o'ltirishi odamning qalbisidan qat'iy o'tmaydi. Şuna madem endi bu general Kellogg mush gaplarni o'tirib qo'ydi. Men yaxshi ko'rdim bu gaplarni. O'zimniki Jackilekka yozgan javobimda mush gapni deb qo'ydim. Ehtimol keyincha ba'zi sirlar pash bo'lishi mumkin. Baydenning oilasidagilardan Xitoyning munosabati haqida. Hozir bu jihatda jiq tekshirishlar yangiliklar bor Amerikada. Lekin men ularning ichiga kirgim yo'q. Vaqt kelgancha bilamiz. Jaznish bo'lgan ekan. Hozir bu ishlar tekshirish bosqichida. Shu madamning gapini yaxshi ko'rdim. Bu kishiniki kim bilan Kellogg bilan Jackie Lekniki suhbatini, videosini men Facebookga chiqarib qo'yaman. Ashun kesib olib, inglizcha bo'lgan qanday ko'rib qo'yinglar. Menimcha buni yaxshi gap o'tirib qo'yildi deb o'ylayman men. Endi oxirida deydigan yana bir narsam Facebook'a bir video çıkarıp koydum, bir qancha sekundlik video. Onunda bir Ukrayna askeri neki Rusça qilgan gap qatqa yeri, anadakin yenidan pilmutlar bilan o'q etilib, odamniki qallarini yerib, o'shada etib o'ltirib o'tadi. Aslida bu parang nim parang bo'lganligini men boshqa yerdan topdim. Bu yerda bu kishi 41 yoshlik kishi ekan. Ukraynalik adam 41 yoshlik adam ekan, 5 bolasi bor ekan. Burun harbiy bo'lib, keyin chekingan harbiydan boshqa ish qildi ekandiq. Bu qatim urush bo'lgandan keyin yana qaytadan askar bo'lib berib, fidoyi bo'lib bo'lgan ekan. Asir uchib qolibdi bu adam. Shu asir uchib qolgan vaqt yerda bir rus askari buni deydi ekan. Barliq shanshirab Rossiyaga mansub deb. Barliq shanshirab bizning degan ekan, Ukrainalik adam hech qanday pisand qilmay turib, tomokisini chekkash, barliq shanshirab Ukrainaliklarga mansub deb shuni deydi ekan. Degandalamkin ikki rus askari ikki tarafdan etib bu odamni qallarga, amyalar bedanlarga pulmut bilan o'ltirib qo'ydi. Videoniki ahvoli shundoq. Bu bir necha kun ichida chiqdi dedi, hozir bir necha kun ichida chiqib hozir dunyoga nayta ko'p tarqalib nurg'un odamlar bu yoqda Ruslarniki qaysi darajada vahshiy ekanligini, xalqarada bir qonun bor, bir kelishma bor, asirlarni o'ltirmaslik degan. Mao endi bir jinoyat, urush jinoyati. Hozir Ukrainaniki prezidenti mush ishni qilgan rus askarlarini tepib, xalqaro sudga tortib, buni jazolash haqida ish olib o'tibdi. Chiqib ma ko'rinish ta'sirlik. Adam asirga tushgan, Ruslarning qo'lida ashlab turibmi, yana qo'rqmay turib, barliq shansharab Ukrainaliklarga mansub degan deb shada qurbon bo'lgan endi. Mana bir ko'rinish endi. Shunga milliy qahramon degan nima desa, bu kino emas, haqiqiy ahvol bo'lg'achqa odamning ko'z oldiga keladi ekan. Hammamizning xabarda bo'lgandek, hozir butun dunyo Ukrainaga yordam qilyotdi, harbiy, moddiy jihatdan. Amaliyotda diniy nuqtadan aytgan chog'da bu Xudodan kelgan yordam. Xudoninki buyurgan yordami. Shunga Xudoyimning buyurgan yordamini qanday qilganda og'il bo'ldi deganda, shu Ukrainaliklardek yo'l tutsa og'il bo'ldi. Hozir bu jihatda nurg'un ajoyib esli hikoyalar bor. Men tunayotgan bir hikoyani anladim. Amerikada bir qancha cho'ng bankalar bor, uning birisi Morgan Stanley degan banka. U yerda mening o'g'lim ishlagan burun. Aşağıda bir qiz bor ekan, Ukrainalik, yuqori darajalik rahbar o'rnida ishlaydigan. O qizning maoshi $500,000 ekan, yillik maoshi. Ruslar Ukrainaga kirgandan keyin u xizmatini tashkil etib, shu Ukrainaniki oldingi safida hozir urush qatnashib yetibdi, hozir shu yerda ekan endi. Shunga mushtaq hikoyalar intayin ko'p. Ukraina xalqi ashtaq bir yo'lni tutganlik uchun Xudoyimniki buyurishi bilan dunyoniki yordamga erishib otadi. Ma videomi shuniki bir jonliq ko'rinishi.
Uyg'urlarmi qanday qilgan chog'da Allohniki yordamini qo'lga keltira olamiz, qanday qilgan chog'da Xudoyimniki buyurgan yordamga erisha olamiz degan chog'da mushtaq taraflarni diqqat qilish kerak. Yordamga erishishniki usuli shundoq bo'ladi. Men bu to'g'riliq bir maqolam yozgan. Sürgün hükümetten 5'ni, federatsiya hükümetinden 3'ni qurib olib, o'xshamagan boshliqlar xalqni o'xshamagan hamma taraflarga yetaklab o'tir ziddiyat davomli bunday yashasak, Xudoyimning yordamiga erisha olmaymiz. Xudoyimning yordamiga erishish uchun mushkishadek bo'lishimiz kerak. Shunga uni bir dabga dedim. Buludamsa bugungi videolarimiz shunday bo'ladi. Klar qatim kirishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.